Hozir ixtiyoriy sonib bir video profilini ko'rib qoling. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Yetar endi artistlarga yoki kursuvchilarga, yana boshqalarga keraksiz nimalarga pul to'lashlaring deb aytayapti, to'g'ri. Aytayapti, olimlar bilan yig'ilish qiling, fikr o'rganing deyapti. Muhtojmiz deyapti. Ko'proq fikr bildiring, yaxshi fikrlarni bildiring deyapti. To'g'ri aytadi bu inson. Qashqadaryo cho'liga Nurli karvon birgalikda biza nimaga chiqqandik, o'sha sayohatga chiqqandik. O'sha zakashni ko'rib, zabar zakashlar bor, o'shada suv o'tadi, cho'l hududlardan. Shu yerda ham aholi yashaydi, faqat chorva bilan cheklanib qolmasin deb shu maslahatni, shu nima deydi, o'sha motivatsiyani kirgizuvdim men. Bir ikkitasi aqllilar menga nima yozibdi, kommentariy yozdi. Ko'tingni qisib o'tir, sen o'zing bir foydang tegyaptimi? Ijtimoiy tarmoqdan unumli foydalanish uchun maqsadida men shu narsalarni kimlargadir yetib borsin, kimlardir miyasi ochilmagan ochilib shu nimalar bilan shug'ullansin, ishlar bilan shug'ullansin degan maqsadda bu video post qo'ydim men. Bunga menga bir tiyinlik foydasi ham yo'q. Men sizlardan podpiska ham so'ramayman, like ham so'ramayman kerak bo'lsa. Tushunyapsanlarmi o'sha negativchilar? Oldin bir narsani o'ylashdan oldin o'ylab yozgan. Har yili chorvaga yil yaxshi kelavermaydi. Qo'shimcha daromad bilan 200 metr, 300 metr aholiga bo'lib bersa, necha kilometr zibirlar bor. O'shalar obod bo'ladi. Quyosh batareyka olib borib qo'yib, baliqchilik bilan shug'ullansa, suv bir xil me'yorda oqadi. Sichonko'lli balig'ini yeb to'ymaysiz. Kilosi 80 ming, 100 ming so'm sotilyapti. Ana boqilgan original baliqlaringning kilosi 60 ming so'm sotilyapti. 50 tonna bir yilga baliq olsang, 50 ming so'mdan joyidan bergan taqdirda 250 million bir yilga daromad qiladi. U suvda kasallik yo'q, boshqa yo'q. O'sha mahalliy o'sha nimadan baliqdan ko'paytirib har bir aholiga, masalan, oilaga bo'lib bersa ham, 1 kilometrdan, 500 metrdan bo'lib bersa ham, yo 200 metrdan bo'lib bersa ham, qancha yerdan hosil oladi, qancha daromad oladi. Men shu maqsad shu videoni joyladim men. Aqllilik qilasan chiqib olib, Yaponiya, Xitoy rivojlangan mamlakatlarga bir qarich yerdan unumli foydalanadi. Mana Gollandiya butun dunyoni go'sht bilan ta'minlaydi. Agrar mahsulotlar bilan ta'minlaydi. Bizning yerimiz keng, joyimiz katta, hech qanaqa bir foyda ola olmaymiz. Foydali bo'lsin deb, men siyosatga qarshi gapiradiganim yo'q, diniy targ'ibot olib boradiganim yo'q, boshqa narsa olib boradiganim yo'q. Men shunchaki yoki seksual narsalarni men targ'ib qiladiganim yo'q men. Masalan, yotib olib ko'rasan, og'zingdan suving oqib. Yo, qo'shtirnoq ishlar negativchilarga aytaman. Bir qanchaga bitta alloncha chiqib qolsa, nimadan TikTokdan bosganing bos, like ni bosasan, podarka taylaysan. Ijtimoiy tarmoqdan unumli foydalanish uchun men shu postni qo'ydim men. Like bos, ko'proq tarqatinglar, yetib borsin deb. Masalan, podpiska so'ramayman. Tushunyapsanmi? Men gaday emasman, podpiska so'ragan. Tushunyapsan? Bo'lsang bu, bo'lmasang o'zing bilasan. Men foydali shu odam insonni bormagan joylarga borib, o'sha Nurli karvon bilan sayohat qilib, men o'zim 7-8 yil cho'lda yurganman. O'sha joylarni bilaman men. O'sha Sichonko'lda boradigan zakash zibirlar qancha dengiz bo'lyapti bu yerga. O'sha zabirlarni girdini ochib, aylantirib, aylanma ko'l qilib chiqarsa ham bo'ladi. Shu muhitga moslashtirib. Yana ham aytaman, har yil chorvaga yil yaxshi keladigani yo'q. Qo'shimcha daromad olsin o'sha cho'lda yashaydigan xalqimiz, fuqarolarimiz tepadagi nimalarga bor taklif kirgizib, rahbarlarga taklif kirgizsa, bu yaxshi-ku bu. Mana cho'limizdan unumli foydalanib, Xitoyliklar mana quyosh batareyka quryapti, elektr energiya xalqqa shu davlatimizni ta'minlab berish uchun. O'sha cho'l hududidan foydalanadigan tomonlari bor-ku, biz olimlarga, ilmlilarga muhtojmiz. O'tirib olib, katta soqqani olmasdan turib, tepadan olimlar va dissertatsiya yuqlab qo'ydi. Mana bu bo'yicha bir kalla qotiringlar. Ilmiy ish qilinglar. Laboratoriyaga suvlarni tekshirtirib, qanaqa baliq boqish kerak. Mana cho'llarda Burovoy urib ketgan samoxod issiq suv chiqib yotibdi. U yerda afrikanskiy laqqa baliq boqsa bo'ladi, ustini parnik qilib. Foydalansa bo'ladi cho'l hududlaridan ham. Mana Rossiyaga mana shu yerdan necha ming kilometrlar bor tirikchilik qilyapti-ku fuqarolarimiz. Bor boshqa davlatning fuqarolar xo'rliklarini ko'tarib, qancha misol nillegal bo'lgan, militsiyadan qochgan, politsiyadan qochgan, bu qilgan, Amerikaga boraman deb yo'lda tumsoq yeb ketganlar bor. Shu yerda o'zida iqtisodiy yerimizdan, muhitimizdan, tabiatimizdan unumli foydalanib shu ishlarni amalga oshirsa iqtisodimiz rivojlanadi. Boshqa chetga davlatga nima uchun boradi?
iqtisod uchun boradi, odamlar bola chaqa boqish uchun boradi. Buni faqat shahardagilar ketadi bu yerga. Qishloqdagilar qanchasi Rossiyaga ketadi, til bilmaydi. Qancha nimani ruslarning xo'rligini ko'tarib, xo'rlab yotdi. Ayollarimizni qancha misol uchun nimalari yomon yo'lga kirib ketgan ayollar bor, chetga chiqib bola chaqa boqaman deb. Chetga chiqqan ayol yaxshi yursa ham yomon otliq bo'lib ketgan. Mana shunaqa oilani tebratishga erkak bilan ayolning ishi bo'ladigan ish qilib mana shunaqa joylar bor, yotibdi mana shu. Davlatimizdan bir taklif bildirsa, tepadagi rahbarlar mana shu narsani o'ylab ko'rib, zabr joylarni, cho'l hududlarini ana shunaqa obod qilsa bo'ladi. Nima o'zi quyosh batareyka tiqilyapti, bor o'rnatadi, svet bor, boshqa bor. Gördingizmi, to'sib turib ozroqgina xarajat qiladi, 100-200 metr joydan 50 tonna, 100 tonnagacha baliq olsa bo'ladi. Zimigalova degan baliq bor, bezbet baliq bor, shuni tez ko'payadi. Unga o'ziga ham shart emas, mollyuskalar ham yetadi. Aqlli qilasan, menga bitta ikkitang nima yozib, kommentariy yozib, qisib o'tirsan, o'ylaginsan. Men вообще bu dunyoda inson bir foydali ish qilmasa ham foydali maslahat tashlab ketish kerak. Mana bu yerda 2008-yil Muborak Qashqadaryo testda mana parnikda maslahatini mendan chiqqan u maslahat. Men aytganman shuni. 2009-yil shu parda shaqqa o'tkazib bersa, bu yerda mana yer bor, mana Qashqadaryo kanali o'tgan, suv bor ekan. Parda shunga bersalaring, mana shunaqa bo'lib ketadi. Mana parnik bo'lib, kim nishdan ro'zg'ori obod bo'lib, qissasiga puli bo'lib, normal yashayapti. Boy bo'lib ketganlar bor. Nima cho'l hududida ham shunaqa ishga tushirsak, shunaqa loyihalarni amalga oshirsak, kimga yoqmaydi? Kimga ma'qul kelmaydi? Salla o'tirib olib, kommentariy yozishmasan, pissa o'stirib o'tirgan joyini ko'rpadan soat 10 da turib, kechasi bilan battle tomosha qilib, TikTok tomosha qilib, boshqa qilib, battle o'ynab, harom halos qiliqlarni qilib, boshqani qilib, qanchang tomosha qilyapsiz, gunohga botib. Ahmoqona fikringni yig'ishtirgan sen. Tushunyapsanmi? Tupoy. O'tirib olib menga kommentariy yozmasdan bu. Fikrni, gapni, mag'zini chaqqinsan. Tushunyapsanmi? O'qimagan, biliming